Etib O'zbekistonga jo'natib yubordi. Keyinchi? Keyin keldi yana chaqirdi meni ana 20-22 ga. Keyinchi? Men xohlagan joyga chiqarmayman. O'zbekka. Nega menga telefon jalab aytmading? qo'ysaman. Telefonimni olgan paytim bo'ldi. Nima qilyapsiz? 15 ta bolani olib kelib bitta yoqsangmi? Ha? Mayli, o'rayman bir 15 ta bolani olib ketasan. Bir kun nechta kredit qabul qilasan? Yani bir kunda chiqarsa 2 ta 3 taga chiqaradi. Ha, sen hozirgacha kelyapsan meni oldimgacha. Olib borgan klientga bordim 2 soatga. Bitta cholga jo'natdi. Iloji boricha tezroq chiqib keldim. Men senga ertalab telefon qilib aytdim, sen klient eding, to'g'rimi? Kechami? Bugun, kecha. Kecha. Sen aytding, men ishdaman deding, boraman deding. Ha? Nechta klient olib kelyapsan? Kecha bittaga bordim. Lotraga olib kelib tashladi sarbat. Undan birin bordim, urishib ketdim. 12 da chiqarmadi. 12 da chiqarmadi emas. O'sha bolalarni masalan eshitgan bo'lsangiz, ajdaniga tushdingiz to'g'ri. Men telefon qildim, bolalarni tortishib ketdim, chiqib ketdim, bola chiqarmadi. 2 da chiqdim. Keyin Sadir olib kelib tashlagan joyda turdi. Men senga telefon qildim kecha. Nechaga kutdim seni? Bilmayman. Ertalabcha telefon qildim. Lekin Nechta pulga chiqasan shu bolalarga? kecha bilmayman, opam yana sizdan nachotga pul olibdi. Undan biriga borgan joyimda bolalarni tortishib qolib turdim, pulni olmasdan keldim. Bugun ham mana pulni ololmagan. Necha kunda birga bo'lding hozir? Hozir 2 soatlik ishga